Biz yolg'iz emasmiz filmi o'g'irlanganmi? 2003-yilda hindlar tomonidan suratga olingan Biz yolg'iz emasmiz filmini deyarli barcha ko'rgan. Lekin 1982-yilda Steven Spielberg boshchiligida ishlangan O'zga sayyoralik filmini ko'pchilik ko'rmagan bo'lsa kerak. Chunki bu film o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. Qizig'i, O'zga sayyoralik filmidagi syujet va ayrim epizodlar Biz yolg'iz emasmiz kinosidagi kadrlardan deyarli bir xil. Masalan, ushbu epizodni olaylik. Rohit do'stlaridan Jodini olib qochish sahnasi O'zga sayyoralik kinosidagi bosh qahramon Elliotning ayni shu holati bilan bir xil. Buyam yetmagandek, Rohitning ko'z oynaksiz ko'ra olish epizodi negadir 2002-yildagi O'rgimchak odam kinosidagi Peterning epizodi bilan bir xil. Xo'sh, bu film remake-mi yoki shunchaki ilhomlanilganmi? Hindistonlik rejissyor Rakesh Roshan "Men u kinodan ilhomlanmaganman" deydi.